Ramazonning oxirgi 10 kunligida mana shu 3 amalga mahkam bo'ling va bir tun ham qoldirmasdan qilib boring. Inshaalloh siz juda ham katta yutuqqa erishasiz. Birinchisi, har tuni bir so'm bo'lsa ham qo'lingizdan kelgancha ihson chiqaring. Chunki siz qilgan ihsoningiz agarda Qadr kechasiga to'g'ri kelib qoladigan bo'lsa, go'yo siz 83 yil tinmasdan kundalik ravishda ihson, sadaqa chiqardi deb turib yoziladi siz amalingiz. Ikkinchisi, har tuni Ixlos surasini 3 marta o'qib qo'ying. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgandek, mana bu Ixlos surasini 1 marta tilovat qilishlik Qur'onni 3 dan 1 ga to'g'ri keladi. Agarda 3 marta tilovat qiladigan bo'lsangiz, go'yo Qur'on xatm qilgan hisoblanasiz. Agar siz qilgan xatmingiz Qadr kechasiga to'g'ri kelib qoladigan bo'lsa, go'yo siz 83 yil tinmasdan Qur'on xatm qildi degan savobni olasiz inshaalloh. Uchinchisi, qiyamul layl, tahajjud, tarovih namozlarini qoldirmasdan qo'lingizdan kelgancha 2 rakat bo'lsa ham o'qing. Chunki siz mana bu o'qigan qiyamul layl namozingiz agarda Qadr kechasiga to'g'ri kelib qoladigan bo'lsa, 83 yil qiyamul layl o'qidi deb turib yoziladi. Allohning fazli kengdir. Alloh taolo barchamizni muvaffaq qilsin.